Bugungi kunim dastavka qabul qilish bilan boshlandi. Shunaqa narsa zakaz qildim. Bu pechat har bitta o'zini brendi bor odam uchun kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib shoshganimdan krab paketlarga bosishdan boshladim. Birinchisida bir ikkita idishlarda brak qildim. Shunaqa qilib 3-chi yo 4-chi urinishimda уже bunga moslashib oldim. Ozgina ushlab turish kerak ekan. Keyin tekis joyga qo'yib olsa shunaqa chiroyli chiqar ekan. Qaranglar, qanaqa zo'r qilib zakaz qildim. Ozgina xatolarim bor chiqarishda. Keyin zakazlarim bor deb sirazi klientim aytgan rasmni chiqarishdan boshladim. Va bentoni idishiga chiroyli qilib o'zim logotipimni tushirib, klientim bentosini tayyorlashga kirishib ketdim. Xuddi o'zi aytganiga yozuvlarini yozib, chiroyli qilib tayyorlab, chiroyli qilib upakovka qilib, qoshiq va shamlarini qo'shib, klientimga dastavka qilib yubordim. Bilasizlar, menda bento eng arzon va eng shirini. Bentolarimning narxi 60 mingdan, har doim nalichida bo'ladi. Keyin ertagali bentolarimni tayyorlashni boshladim. Shunaqa biskvit michlari ham chiroyli, bir xil strukturada bo'ladi. Yana bento zakazlarim bor edi, ularni ham tayyorlab, klientga chiroyli qilib upakovka qilib chiqarib bordim. Shunaqa qilib hamma zakazlarimni tez chiqardim. Qolganlarini videoga olishga ulgurmadim. Qizlar, agar sizlarga ham shunaqa pechat kerak bo'lsa, ularning profillarini belgilab qo'yaman. Bemalol ularga yozib, shunaqa zakaz qilishlaring mumkin, sifatli va hamyonbop narxlarda.